Assalomu alaykum hammaga. Bugun 25-testning yechimlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi savol. Ushbu yig'indini hisoblang deyapti. 1 ga 5 ni qo'ysak 6, 6 ga 2 8, 8 ga 2 10 ni 0 1 esda olib qolamiz. 2 ga 3 5, 5 ga 7 12, 12 ga 6 18, bir dildagi bilan 19 bo'ladi. Yana bir esda. 2 ga 5 7, bir dildagi bilan 8 va o'shani qo'ysak 3 bo'ladi. To'g'ri javob 3890. Demak, A javob ekan. Ikkinchi savol. 693 million 271 ming 441 da 7 qaysi xonada turibdi deyapti. Demak, birlar, o'nlar, yuzlar, minglar, 10 minglar xonasiga to'g'ri keladi 7 raqami. Demak, to'g'ri javob C. Uchinchi savolda so'z bilan yozilgan sonni biz raqamlarga aylantirishimiz kerak va u quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni 1 milliard 396 million 407 ming 892. Demak, to'g'ri javob B ekan. To'rtinchi savol. 1 million 714 ming 982 ni 100 minglar xonasigacha yaxlitlashimiz kerak. 100 minglar xonasida 7 turibdi. Demak, yaxlitlash uchun undan keyingi raqamga qaraymiz. Agar undan keyingi raqam 4 va undan kichkina bo'lsa, yaxlitlanadigan son, ya'ni 7 o'zgarmaydi. Hozir bizda aynan shunday vaziyat, ya'ni 4 dan kichkina 1. Demak, yaxlitlanadigan sonimiz 7 o'zgarmaydi, 1 million 700 ming bo'ladi. To'g'ri javob D. Keyingisi 1986-yilda tug'ilgan odam 2050-yilda necha yoshda bo'ladi deyapti. Demak, 2050 dan 1986 ni ayiramiz, 64 yosh bo'ladi. To'g'ri javob A. 6-savol. 861 sonini xona qo'shiluvchilari ko'rinishida yozishimiz kerak. Ya'ni 8 ko'paytirilgan 100, 6 ko'paytirilgan 10 va 1 ko'paytirilgan 1. Bu esa A javobda turibdi. 7-savol. Taqqoslashni amalga oshirishimiz kerak. Demak, chap tarafni hisoblasak 27 dan 12 ketsa 15, o'ng tarafni hisoblasak 54 dan 38 ni ayirsak 16. Demak, 16 15 dan katta. To'g'ri javob B. Farzandingiz prezident maktabida o'qish kerak. Nega deysizmi? Agar farzandingiz tengdoshlaridan ko'ra zehnliroq bo'lsa, qiziquvchan farzandingizning savollariga javob topa olmayotgan bo'lsangiz, maktab darsliklari uni qoniqtirmasa, xuddi o'zi kabi qobiliyatli tengdoshlari bilan o'qishiga imkoniyat yaratib bering. Farzandingizni prezident maktabida doimiy ustozlar nazorati, 5 mahal taomlanish, zamonaviy o'quv xonalari va xavfsiz yotoqxona, tajribali ustozlardan iborat jamoa kutmoqda. Bu yerga o'tish ko'prigi esa Orbital Education o'quv markazida mujassam. Unutmang, farzandingiz ko'cha changitib yurish uchun emas, lider bo'lish uchun tug'ilgan. Batafsil ma'lumot olish uchun esa quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Orbital Education bizda kelajak liderlari ta'lim oladi. 8-savol. Guruhda 24 ta qiz va 30 ta o'g'il bola bor. Ularni 6 tadan qilib guruhlarga ajratishimiz kerak. Demak, jami o'quvchilar sonini topamiz. Buning uchun 24 ga 30 ni qo'shamiz 54, 6 ga bo'lsak 9 ta guruh hosil bo'ladi. To'g'ri javob C. 9-savol. 906.715 sonni yozishda nechta raqam ishlatilgan deyapti. Demak, bu 6 xonali sonmi? Demak, 6 ta raqam ishlatilgan. To'g'ri javob B. 10-savol. Komila 11:00 da uydan chiqib ketadi, maktabga boradi. Borib qaytishiga 1 soat 25 minut, maktabda esa 2 soat 15 minut shug'ullanadi. Soat nechida uyda bo'ladi deyapti. Demak, borib kelishdagi vaqti va maktabda sarflaydigan vaqtini qo'shamiz, 3 soat 40 minut bo'ladi. Demak, 11:00 da chiqib ketgan bo'lsa, 11:00 ga 3 soat 40 minutni qo'shamiz, vaqt 14:40 bo'ladi. To'g'ri javob B. 11-savol. Birinchi sumkada 5 kilogramm konfet bor, ikkinchi sumkada 12 kilogramm konfet bor. Ikkinchi sumkada sarflangan pul birinchi sumkaga sarflangan pulga nisbatan 700 so'm qimmat deyapti. Bu degani 12 kilogrammdan 5 kilogrammni ayirsak 7 kilogramm o'sha 700 so'mga to'g'ri keladi. Demak, 7 kilogrammi 700 so'm bo'ladigan bo'lsa, 1 kilosini topish uchun 700 ni 7 ga bo'lamiz, 100 so'm bo'ladi. Demak, 1 kilogramm konfet 100 so'm. Demak, birinchi sumkada 5 kilogramm konfet bo'lgani uchun u 500 so'm bo'ladi. Ikkinchi sumkada 12 kilogramm bo'lgani uchun u 1200 so'm bo'ladi. Demak, to'g'ri javob B. 12-savol. 640 sonini 20 marta orttirib 100 marta kamaytiring deyapti. Shunga mos ifodani topishimiz kerak. Demak, marta ko'paytiring deganda ko'paytiramiz, kamaytiring deganda bo'lamiz. Demak, quyidagi ko'rinishda bo'ladi. To'g'ri javob C. 13-savol. 8906 kilogramm necha tonna necha kilogramm deyapti. Demak, buni mingga bo'lamiz, chunki 1 tonna 1000 kilogramm. Buning ichida 8 ta 1000 bor, demak 8 tonna bo'ladi. Qoldig'i 906 bo'lsa, bu B javobda turibdi. 14-savol javobi quyidagicha. Ushbu shakllar asosida keyingi shaklni toping deyapti. Demak, bu shaklni 360 gradusga aylantirsak, bunisi shakl hosil bo'ladi. Demak, bu shaklni 360 gradusga aylantirsak, bunisi shakl hosil bo'ladi. Demak, to'g'ri javob A. 15-savol. 3 sutkayu 13 soat jami necha soatga teng deyapti. Bilamizki, 1 sutka 24 soat. 3 sutkamiz 3 kare 24 qilamiz, 72 bo'ladi. 13 ni qo'ysak 85 soat bo'ladi. To'g'ri javob B. 16-savol. 900 mingdan 107.096 ni ayirishimiz kerak ekan. 792.904 bo'ladi. Bu esa C javobda turibdi. 17-savol.
3 ta ko'p qavatli uylar bor. Birinchi va ikkinchi ko'p qavatli uylarda jami 111 ta xonadon bor. Ikkinchi va uchinchi ko'p qavatli uylarda 118 ta xonadon bor. Bu ikkalasini yozganimizni qo'shib yuboradigan bo'lsak, birinchi ko'p qavatli uy, ikkinchi va uchinchi va yana bitta ikkinchi ko'p qavatli uylar bor. Bularning yig'indisi 229 ga teng. Bizda 3 ta xonadonda jami 164 ta uy borligi ma'lum edi. Ya'ni birinchi, ikkinchi, uchinchisida jami 164 ta bo'lsa, ikkinchisini topish uchun 229 dan 164 ni ayiramiz, 65 bo'ladi. Demak, ikkinchi ko'p qavatli uyda 65 ta uy bor. Demak, birinchisini topadigan bo'lsak 46 ta, uchinchisida esa 53 ta bor. To'g'ri javob C. 18-savol. 468.083 ni 77 ga bo'ladigan bo'lsak, natija 66079 ga teng bo'ladi. Bu D javobida turibdi. 19-savol. Tenglamani yechishimiz kerak. Dastlab 42 dan 37 ni ayirsak 5 bo'ladi. Bo'lingan 7 ni o'ng tarafga ko'paytirish qilsak 35 bo'ladi. Qavs ichini o'zini yozamiz. Ana endi A ni topish uchun dastlab 35 dan 14 ni ayirishimiz kerak. 21 bo'ladi. Bu ko'paytirish 7 ni narigi tarafga o'tkazadigan bo'lsak, bo'lish qilib 21 ni 7 ga bo'lsak 3 ga teng bo'ladi. Demak, bu B javobda ekan. 20-savol. 4 metr sekund tezlik bilan 6 sekundda uchgan masofasi bu 24 metrga teng bo'ladi. Demak, 24 metrga uchgan ekan. Endi shu masofani 3 metr sekund tezlik bilan qancha vaqtda bosib o'tish mumkin deyapti. Demak, bu 24 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak, 8 sekundda bosib o'tar ekan. To'g'ri javob C.